Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salom va salotlar bo'lsin. U zotning oila a'zolariga, sahobai ikromlariga, ansorlariga va to qiyomat kunigacha u zotga iymon keltirib yaxshilik bilan ergashgan barcha do'stlariga salom va salotlar bo'lsin. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar, Islom nizomi kitobidan darslarimizni davom ettiramiz. Esinglarda bo'lsa, biz inson farzandlarini, ya'ni bir makanda jamlanib yashayotgan inson farzandlarini o'zaro bir-biridan bo'ladigan munosabatlarini, aloqalarini tartibga solib turuvchi robitalar, ularning aloqalarini bog'lab turadigan robitalar haqida tanishib borayotgan edik. Ularning vaqtinchaliklari bor. Vatanparvarlik, millatchilik ruhi yoki manfaat asosiga bular haqida ham ko'rib chiqdik. Bularni vaqtinchalik ekanini ko'rib chiqdik. Undan tashqari ularda aloqalarni doimiy bog'lab turishga yaroqli bo'lgan, o'z tuzumiga ega bo'lgan aqida, ya'ni mabda'iy robitalar ham hayotda mavjud ekanligini va biz ular bilan ham tanishib chiqib, hozir biz aynan mana shu mabda'iy robitalar bilan tanishib boryapmiz. Maqsad nima desa, ba'zilar aytib qolishi mumkindir-da, nimaga endi bu mavzularda na oyat bor, na hadis bor. Agar bu kitobdan boshida biz bu kitobdan islom dinini o'rganamiz deb kirib kelingan edi. Shuning uchun nima uchun bu yerda mana bu mavzular bor, mana aytaylik mazkur mavzu, na oyat bor, na hadis bor degan narsalar xayolga kelib qolishi ham mumkin. Lekin bir narsani to'g'ri tushunish kerakki, bugungi kunda biz hayotda yashar ekanmiz. Mana boshidan keladigan bo'lsak, mana Alloh taolo azalda faqat Alloh bor edi. Alloh taolo bu borliqni yaratdi, unda insonni ham yaratdi-da va insonni yaratib o'z holatiga tashlab qo'ygani yo'q. Balki inson bu hayotda qanday yashashligi kerakligi haqidagi qonunlari bilan, nizomi bilan yaratdi. Behuda yaratib tashlab qo'ygani yo'q. Balki qonunlar bilan yaratdi. Butun borliqni Alloh taolo muayyan qonun bilan cheklab qo'ygan ekan. Qanday qilib insonda hayotiga qonun qo'ymasligi mumkin? Buning uchun butun borliqqa qo'yilgan qonun o'zi dalil bo'ladi, ya'ni aqliy dalil bo'ladi, insonning hayotiga qonun qo'yilishi kerak. Va Alloh taolo qonunni qo'ydi. Bu qonun islom. Lekin bugungi kunda insoniyat mana shu islomni hayot maydonidan tashqariga chiqarib tashladi-da, uloqtirdi-da. Uni o'rniga boshqa bo'lgan, ya'ni xosatan musulmonlardan oladigan bo'lsak, ularga begona bo'lgan, hatto ularning yaratilish tabiatiga, fitratiga zid bo'lgan, ularning e'tiqodiga ham, tabiatiga ham kerak bo'lsa zid bo'lgan boshqa begona qonunlarni hayotiga tatbiq qilib yashayapti va bu buzuq nizomlarning tatbiq bo'lishligidan aksariyat musulmonlar roziligini ham ifoda qilayotganligini, demokratiya islomdan degan so'zlari bilan misolida ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun biz bu nizomlar bilan yashab Alloh taologa boradigan bo'lsa, oxirati juda ham ayanchli bo'lishligini juda ko'pchilik musulmonlar tushunmaganligi uchun biz uni tushuntirib bera olishimiz kerak. Mana bu mabda'iy robitalarda, xoh u sotsializm bo'yog'ida bo'lsin yoki demokratiya bo'yog'idagi kapitalizm robitasi bo'lsin, mabdasi bo'lsin, bularni naqadar o'sha jirkanch, yaroqsiz ekanligini, mana bu dunyo hayotida insonlarni hayvoniylik darajasiga tushirib, tubanlikka tushirib qo'yayotganligini, oxiratda jahannamga qarab olib ketayotganligini aksariyat musulmonlar ham bilmay qolyapti. Ya'ni aldanib qolyapti yo bee'tibor qarayapti. Shuning uchun biz mana bu musulmonlarni Robbisini nizomi yashashlik ular uchun ham dunyosi ham oxirati uchun qanchalik manfaatli ekanligidan g'aflatda qolgan bu ummatni mana shu g'aflatdan biz uyg'otishimiz kerak. Shuning uchun bu ishni qilishlik xosatan sizga, menga, ya'ni da'vat ahliga nima? Farz. Aslida o'zi har bir musulmonga amr ma'ruf nahiy munkar farz, lekin bu 2 milliarddan oshib borayotgan musulmonlarning hammasida ham bu narsa ko'rinavermas ekanda. Hamisha isloh qiluvchilar tarixdan ozginagina bir siqimgina bo'ladi. Bu haqida oyatlarda ham kelgan, avvalgilardan ko'pchilik, keyingilardan ozchilik bo'ladi. O'ng tomon egalari, chap tomon egalari, peshqadamlar bo'ladi. Mana bu peshqadamlarda oz ekanligi haqida oyatlarda keladi. Yo'inki hadislarda ham ko'p sonli yomon odamlar orasidagi oz sonli yaxshi kishilar bo'ladi degan ma'nodagi hadislar. Shuning uchun yaxshilar, peshqadamlar
isloh qiluvchilar hamisha ozginagina bir siqimgina bo'lgan. Alloh taolo mana shu bir siqimgina odamni taqvo va ixlos bilan o'zgartirish uchun qilgan sa'y harakatlarini evaziga ularning hurmatidan Alloh taolo butun ummatga nusrat beradi. Shuning uchun mana bu yaqinda butun insoniyat, asosan musulmonlar intizor bilan kutayotgan mana shu Allohning nizomini yana hayotda o'z davlatiga ega bo'lgan holda yana hayotda qaddini ko'tarishligini butun dunyo musulmonlarining intizorlik bilan kutib turibdi. Faqat bitta masala borki, kimni qo'li bilan, kimni tili bilan qilinadi. Mana shu narsada har birimiz hissador bo'lib qolishga harakat qilishimiz kerak. Shu maqsadda biz mana bu mabdalarni bugungi kunda ustimizda tatbiqlayotgan, xossatan o'sha kapitalizm mabdasi bilan ham qisman tanishdik, hali yana tanishamiz. Ba'zi bir to'xtalib o'tmagan qirralari bor, ba'zi bir jihatlariga yana to'xtaldik. Shuningdek, garchi o'z davlatiga ega bo'lmasa-da, lekin bir paytlar 70 yildan oshiqroq ozginagina bir oshiq vaqt mobaynida qanchadir darajadagi davlatlarni yoki xalqlarni ekspluatatsiya qilib o'z changalida ushlab turgan sotsializm mabdasi, garchi u bugungi kunda yo'q bo'lsa ham bir paytlar bo'lib, hozir o'sha mabdaning fikrlari, tushunchalari, hatto o'sha aqidasidan qattiq ta'sirlangan baribir kimsalar borki, shu mabdaning changalida haligacha ma'nan chiqib keta olmagan. Men ateistman deb ba'zi bir chatlarga kirib qolsanglar, payg'ambarimiz alayhissalomni haqorat qilgan, so'kkan, mana qangi fikrlari bilan, ya'ni o'sha ateistman, yana allambaloman deb o'zini kofirligini ochiq aytib, shu mabdaning ta'sir ostida yashayotganlar bor. Shuning uchun biz u mabda bilan ham ba'zi bir jihatlariga tanish uchun to'xtalgan edik. Va biz yuqorida o'sha sotsializm va kapitalizm mabdalarining ba'zi bir jihatlariga to'xtalib va uchinchi mabda bo'lgan, ya'ni biz e'tiqod qilayotgan islom mabdasidan tanishishni boshlaganmiz. Va biz bu mabdan aqidasi bilan, o'sha aqidalardan kelib chiqqan tuzumi bilan, ya'ni inson muammolarini qanday muolaja qilganligini va insonni o'sha amallarni qanday tartib insonga solganligini va bu amallarni tartibga solib berishlik natijasida jamiyatda qanaqangi bir yuksak jamiyatga aylanishligini, bu yuksak jamiyatni yana tuban jamiyatga tushib ketishligidan saqlab qoladigan oliy barqaror g'oyalarni qanday qilib islom o'zidagi o'zgarish va qo'shimchalarga muhtoj bo'lmagan qonunchilik bilan, qonunlar bilan qanday kafolatlab berganligini o'tgan suhbatlarimizda aytib o'tgan edik. Bugungi mavzuimizda biz inshaalloh mana shu insonlarda amallariga undovchi omil bo'layotgan insondagi g'ariza va uzviy ehtiyojlarni ham islom qanday tartib insonga solib qo'yganligi haqida bahs yuritamiz. Va biz bahs jarayonida o'tgan mavzulardagi tanishganimizdek, sotsializm va kapitalizm mabdalarida bu narsalarga e'tibor qanday-ku, islom nizomi, islom mabdasi bu g'ariza va uzviy ehtiyojlarning talablarini qondirishlik uchun zarur bo'lgan tartib intizomda ularga qanday e'tibor berganligini bugun ko'rib chiqamiz. Mana g'ariza va uzviy ehtiyojlarda deyapti, islom shunday bir tartib insonga soldiki deyapti. Bu bilan me'da, jins munosabatlari, ruhiy va boshqa talablardan iborat barcha ehtiyojlarning bir maromda qondirilishi kafolatlanadi deyapti. Ya'ni islom shunaqangi e'tibor berdiki deyapti, biriga e'tibor berib ikkinchisi e'tibordan chetda qolib ketmagan. Shunday tartib insonga soldiki deyapti. Bu bilan deyapti me'da, ya'ni yeyish, ichish kabi insondagi a'zo talablarini yoki jins munosabatlarini, ya'ni nav g'arizasidagi jinsiy moyillik ayolda bo'lsin, ayolda erkakka, erkakda ayolga bo'lgan xohish istaklari bo'lsin, shahvoniy xohish istaklarida bo'ladimi, yoki ruhiy talablarni, ibodatlari, tadayyun g'arizaning talablarini va boshqa barcha a'zo ehtiyojlarning talablaridan iborat barcha ehtiyojlar deyapti. Nima qildi desa, har biriga e'tibor berilgan va ularning har biri bir maromda qondirilishi kafolatlangan islomda. Shuning uchun islom qonunchiligini o'rganib chiqqan har qanday ongli odam insondagi g'ariza va uzviy ehtiyojlarining talablarini birortasi chetda qolmaganligi, har biriga o'ta jiddiy e'tibor berib, uni chiroyli suratda qondirilishini kafolatlab berganligini guvohi bo'ladi. Bu masalada o'sha
tarixda ba'zi bir g'ayrimusulmonlar tomonidan islom qonunchiligini o'rganib chiqib, bu islom qonunchiliklariga sharh yozgan ba'zi bir g'ayrimusulmonlar ham bo'lgan. Ya'ni o'zining g'ayrimusulmonligidan kelib chiqib emas, yurist, qonunshunos sifatida yuristik nuqtai nazardan turib, ya'ni qonunshunos nuqtai nazaridan turib islom qonunchiligiga ijobiy baho berib, ya'ni qoyil degan ma'noda, yaxshi ma'noda sharhlar berib, islom qonunchiligiga ijobiy tomonlama o'z fikrlarini bildirib sharhlar yozgan g'ayrimusulmonlar ham o'tgan. Nimaga desa, mana bu jihatlarda ular ko'rganda, hatto g'ayrimusulmonlar ham. Afsuski, bugungi kunda hatto musulmonlar kerak bo'lsa aksariyati o'zi e'tiqod qilayotgan islomni nizom sifatida anglashlikdan ancha uzoqlashib qolgan va o'zidagi barcha g'ariza va ehtiyojlarni qanaqangi bir tartib intizomda har bittasiga e'tibor berib, chiroyli suratda nima qilgan, qondirishning kafolatlab qo'yganligini bilmaydi. Shuning uchun ham biz mana bu mavzularda mana shu jihatlari bilan islomda nizom ekanligini bayon qilishga harakat qilyapmiz. Har biriga e'tibor berib, bir maromda o'sha qondirilishi kafolatlangan bo'lsa-da deyapti. Biroq bu murakkab jarayonni birini hisobiga ikkinchisini qondirish, birini jilovlab qo'yib, ikkinchisini bo'sh qo'yib yuborish yoki barchasini mutlaqo nazoratsiz tashlab yuborish yo'li bilan amalga oshirmadi deyapti. Bu narsa yuqoridagi mabdalarda borda, ya'ni birini jilovlab qo'yib, ikkinchisini bo'sh qo'yib yuborish. Sotsializm mabdada shunaqa. Tadayyunni, xususiy mulkka egalik qilish maylini mutlaqo jilovlab qo'ygan. To'g'rimi? Sotsializmda boy kambag'al degan narsamiz hamma bir xil bo'lishi kerak deydi. Chunki bitta mashina olsa ham qayerda oling deydi. Shaxsiy suratda savdogarlik qilib men tirikchilik qilaman desangiz, chayqovchisan deb qo'lini bigiz qilib ko'rsatib, bu narsa o'ta qattiq qoralangan. Boshlang'ich sinflardan boshlab ta'lim siyosatida alohida savdogarlar shug'ullanib, xalqdan sal o'sib ketaman deb boyiman desangiz, uni chayqovchi deb, ya'ni o'ta manfur ish deb tushuntirib, ongiga singdirib tashlagan. Mana bu ta'lim siyosatidan chiqqan har qanday odam o'sha biznesmen yoki chayqovchilikka qo'lini bigiz qilib ko'rsatib, bu chayqovchi bu deb nafrat bilan qaraydigan, hattoki bunga nisbatan salbiy nafrat tuyg'ularini shakllantira olgan. Misol, ya'ni jilovlab tashlagan, qattiq jilovlab tashlagan yoki nimani ham tadayyunni ham mutlaqo jilovlab tashlagan. Umuman nafaqat u musulmonchilik yoki yahudiychilik yoki nasroniychilik e'tiqodi, umuman o'zi mushrik bo'lgan, xudo emas, bitta butni yasab olib turib, mana shu meni xudoyim deb turib, o'zi mana din degan so'zni o'zi inkor qilgan ular. Ya'ni bu afyun, bu o'ylab topilgan shunaqa narsa bu deb turib, juda qattiq qaralgan. Bu bilan nima demoqchiman? Birini jilovlab qo'yib, ikkinchisini bo'sh qo'yib yuborish. Xudo yo'q degandan keyin bilganingni qil degan narsa kelib chiqadi bu yerda. Mana bular tadayyunni talablarini yoki baqodagi haligi nima deydi? Xususiy mulkka egalik qilish jihatlarini jilovlab tashlaganda, ba'zi qolganlarni xudbinlik, yeb ichish masalalarida shunday erkin tashlab qo'ygan, bo'sh qo'yib yuborgan. Yoki birini hisobiga ikkinchisini qondirish. Bu narsa ham o'shalarda ko'rinadi. Nimaga ular bunday qilgan desa, chunki ular hammasiga bir vaqtning o'zida e'tibor bera olmaganligidan. Chunki bu shunaqangi bir murakkab jarayon. Har bittasini hisobga olishlik insonning aqli bunga qodir emas. Chunki ikkala tuzum ham, ikkala mabda ham insonning aqlida, zehnida vujud kelgan. Ya'ni insonlar o'ylab topgan bu narsani. O'sha insonlarda hayot ishlarini tartibga soladigan qonunchilikka inson muhtoj. Mana shu sistemani, mana shu dasturlarni insonlar o'zlari o'ylab topgan. Agar inson o'ylab topgan bo'lsa, insonning aqlini biz yuqoridagi mavzularda ko'rib chiqamizki, cheklangan, u barcha narsaga qodir emas, barcha narsalarni ihota qila olmaydi. Demak, insondagi g'ariza va o'ziga ehtiyojlarni nechta ko'rinib bo'lsin, hammasini bir vaqtning o'zida qamrab ololmaydi va ular tartibga soladigan qonunchilikni, qonun tuzayotgan paytda ularning har birini e'tiboriga olib, hisobga ololmaydi. Insonning aqli bu narsaga qodir emas. Natijada nima bo'ladi desa, biriga e'tibor beradi, ikkinchisi e'tibordan chetda qolib ketadi. Chunki inson bunga qodir emas. Natijada nima bo'ldi desa, birini jilovlab, ikkinchisini bo'sh qo'yib yuborish holatlari yoki birini hisobiga ikkinchisini qondirish holatlari kuzatildi. Yoki deyapti, hammasini mutlaqo nazoratsiz tashlab qo'yishlik. Kapitalistlarda shunaqa shaxsiy erkinlik deydi. Xohlagandek yeb ich, xohlagandek kiyin, navg'arizani xohlaganga qondir. Erkak bilan qondirasanmi, erkak bo'lib, ayol bilan qondirasanmi, ayol bo'lib, hayvon bilan qondirasanmi, agar shikoyat bo'lmasa, jinoyat ham yo'q degan narsada
nafsizga shuni keng yo'l ochib qo'ygan. Ya'ni hammasini mutlaqo nazoratga tashlab qo'ygan. Shaxs erkinligi deb. Hatto bu narsaga siz qarshi chiqsangiz, farzandingiz bo'lsa ham, davlat aralashib, sen nimaga shaxsini, bu shaxsning erkinligini qo'ymoq qilyapsan, cheklayapsan sen deb turib, sizni jinoiy javobga tortib berishi ham mumkin agar farzandingiz shikoyat qilsa. Mana bu holat nimaga olib keldi? Birini jilolab, ikkinchisini bo'sh qo'yib yuborishlik bilan yoki birini hisobiga ikkinchisini qondirish bilan yoki hammasini mutlaqo nazoratga tashlab qo'yish bilan insoniyat qanday ahvolga kelib qolsa, hayvonlar darajasiga tushib qoldi. Hayvondan farqi yo'q bo'lib qoldi. Shuning uchun kapitalistik jamiyatlarda yoki sotsializm tatbiq qilingan paytlardagi insonlarni bunday qarasangiz, jamiyatga qaraydigan bo'lsangiz, hayvondan farqi yo'q darajada bo'lib qolgan. Ya'ni yeb ichishida, yotib turishida hayvondan farqi yo'q. Mana bugungi kunda qarangda, hayvonlar darajasiga borgan sari tushib boryapti. Hayvonlarda tindoqlari uzun bo'ladi, to'g'rimi? Avratni yopadigan kiyimlari bo'lmaydi. Bugungi kunda mana bu kapitalistik jamiyatdagi ayollarni qarangda, tindoqlarini o'stirib, tindog'ini uzunligiga qanoatlanmasdan qo'shimcha sun'iy tindoqlarni qo'yib, bir yozishga qiylanayotgan, yo bir savdoda pul sanashga qiylanayotgan. Men o'zim Yevropada mana bir oddiy bitta aptekaga kirib, magazinga kirsangiz ham haligi bankoviy kartadan pul to'laman desangiz, raqamlarini terib berishga qiylanib ketadi-da. Nimaga desa, tindoqlari salkam 1 santimetr, 1,5 santimetr ba'zi gapirib yuboraman chidamasdan. Tirnoqlar salaf qilyapti deb qo'ymay kulib qo'yadi. Endi uni allambalo ranglarga har xil bo'yab olgan. Hayvonlarda shunaqa-yu, to'g'rimi? Tindoqlar uzun turadi. Mushuknikida bo'lsin, itnikida bo'lsin. To'g'ri. Yo ularda avratim bekitishim kerak bu degan narsalar yo'q-ku. Bugungi kunda mana shunaqa narsalar bo'lib boryapti-da. Qarang, kiyimlar borgan sari to'kilib, u ustidagi kiyimni bori yo'qligini bir farqi qolmagan darajada bo'lib qolgan. Ya'ni hayvonlik darajasiga tushib qolyapti. Bu nimadan desa, chunki g'ariza va uzviy ehtiyojlarni mutlaqo nazoratsiz tashlab qo'yishlik, shaxs erkinligini berib olishlik bilan oqibatda insonlar hayvonlik darajasiga tushib qolyapti. Nimaga bular bu narsalarni hayvondan farqli o'laroq inson sifatida ularda insoniylikni saqlab bera olmayapti? Chunki ulardagi g'ariza va uzviy ehtiyojlarda bir nechta xil ko'rinishlar bor. Oddiy bitta baqoda o'zida tasavvur qiling, xususiy mulkka egalik qilish, qo'rqoqlik, xudbinlik, yashash uchun kurash, misol uchun mana bunaqangi juda ko'p talablari bor. Yoki nav g'arizasidagi jinsiy moyillik, o'z naviga bo'lgan muhabbat, mana bundan qarindosh urug'chilik aloqalari kelib chiqadi, to'g'rimi? Uzviy ehtiyojlarda bir nechta ko'rinishlari bor. Hayvon g'arizasini o'ziga xos ko'rinishlari bor, to'g'rimi? Mana bu narsalarda hammasini bunday jamlaydigan bo'lsangiz, bunday jamlab keladigan bo'lsangiz, o'z-o'zidan bu yerdagi jarayon o'ta murakkab ekanligini ko'rasiz. Shuning uchun aytayapti, biroq bu murakkab jarayonni deyapti-da, birini hisobiga ikkinchisini qondirish bilan qilmadi deyapti islom nizomi. Birinchi olib ikkinchisini bo'sh qo'yib yuborish bilan ham tartibga solmadi deyapti. Yoki hammasini mutlaqo nazorat tashlab qo'ygani yo'q deyapti. Har bittasiga e'tibor bera olgan islom nizomi. Shuning uchun Allohning hukmlariga e'tibor bersangiz, g'arizalardagi nechta ko'rinish bo'lsin, uzviy ehtiyojlariga nechta qirrasi bo'lsin, qanchalik sir qirra bo'lmasin, bu talablar, a'zo ehtiyojlarning talablari har bittasi hisobga olingan, e'tiborga olingan ekanligini ko'rasiz. Allohning hukmlarini o'rganibsiz. Shuning uchun biroq bu murakkab jarayonda deyapti-da, mana bu murakkab degan so'zni bir ikki xil ma'nosi bor-da. Ya'ni murakkab degani juda ko'p narsalardan tarkib topgan degan ma'nosi bor. Ikkinchi ma'nosi biz o'zbek tilida ham ishlatiladi, qiyin, juda ham qiyin ma'nosida ishlatiladi. O'z-o'zidan bir nechta narsalardan tarkib topgan bir narsa bo'lsa, o'z-o'zidan u qiyin bo'ladi. Oddiy bitta telefonni oching-da, ichini ochsangiz, bitta telefon yasashligi uchun faqat fizika, algoritmdan xabari bor odam bo'lsa bo'ldi, telefon yasay oladi emas-da, u ximiyadan, to'g'rimi? Fizikadan, algoritm fanidan chuqur bilimlarga ega bo'lgan odam bitta telefon ixtiro qila oladi. To'g'rimi? Bitta algoritm bo'lsa, mana kompyuter, matematika ko'proq bitta rol o'ynayotgan bo'lsa, faqat u emas-da bu yerda. Agar telefonni ichini ochadigan bo'lsangiz, qopqog'ini ajratadigan bo'lsangiz, bir nechta elementlarni yo'liqasiz. Har bittasini funksiyalari bor. To'g'rimi? Bitta joyi hali kliklab qo'yilgan joydan ko'chgan bo'lsa, bo'ldi, telefon tiqqa ishlamay turaveradi. Har bitta elementni siz zo'r tushunishingiz kerak, telefon ustasi bo'laman desangiz. Shuning uchun bu bir nechta elementlarni tarkib topgan shunaqangi narsada bu telefon. Insondagi organizmchi desa, u telefon emas u. Telefonni o'rganib olib professional bitta usta bo'lishingiz mumkin. Telefon do'kon ochib yasab o'tiraverasiz, zo'r qilib, sifatli qilib tuzatib bera olasiz. Lekin insondagi g'ariza, uzviy ehtiyojlar, talablari, ularning har bittasining ko'rinishlari u o'ta murakkab jarayon bu. Ya'ni juda ko'p sir qirra narsalardan bunday tarkib topgan murakkab jarayon bu. Shuning uchun mana bu murakkab jarayonni
hammasini ihota qila olishlik o'ta ham qiyin bo'lgan narsa. Shuning uchun bu murakkab degan terminda har ikki ma'nosi ham mana shu yerda javob bera oladi. Ya'ni g'ariza uzviy ehtiyojlar masalasida gap ketganda haqiqatan bu murakkab. Ya'ni bularni hammasini hisobga olishlik o'ta ham qiyin va bu g'ariza va uzviy ehtiyojlar bir nechta talablari bor, ko'rinishlari bor. Bitta ikkita emas, bir nechta ko'rinishlar, mana baqoda o'zida bir nechta ko'rinishlari bor. To'g'rimi? Mana bularning hammasi bir nechta qirralardan tarkib topgan bitta jarayon bu. Ya'ni murakkab jarayon. Endi hammasini hisobga olib, ularni tartibga solib bera olishlik bu juda ham qiyin narsa. Shuning uchun ham murakkab, ham qiyin jarayon. Shuning uchun inson aqli bunga qodir bo'lmaganligi uchun inson o'ylab topgan nizomlarda biriga e'tibor bergan, ikkinchisi e'tibordan chetda qolib ketgan. Shuning uchun nima qilgan desangiz, unga e'tibor bera olmaganligini jilolab qo'ya qolgan. Qanday unga e'tibor beray desa, bunisi qolib ketyapti, bunisiga e'tibor bersa, insonning aqli qodir emas ekanda. Natijada nima bo'ldi desa, birini jilolash bo'ldi, ikkinchisi bosh qo'yib yuborildi, yoki birini hisobiga ikkinchisini qondirish bo'ldi. Nasroniylarda ham uchratasizda shu narsalarni. Boshqa g'ariza uzviy ehtiyojlarni hammasini qadayonni hisobiga ko'mib tashlaydi. Yoki kapitalistlarda hammasini mutlaqo nazorat tashlab qo'ygan demokratiya, erkinlik. Oqibat nima bo'ldi desa, insonlar hayvoniylik darajasiga tushib qoldi. Hamma xudbin bo'lib ketgan. O'zing uchun mana bu narsa, mana bu salbiy oqibatlar musulmonlarning ham hayotini xazon qilib yuboryapti. Shu darajaga tushib qolganidan. Shuning uchun islom nima qildi desa, islom xuddi shularga o'xshab birini hisobiga ikkinchisini yoki birini jilolab ikkinchisini nazorat tashlab qo'yish yoki hammasini nazorat tashlab qo'yishlik degan narsalar yo'q. Balki hammasiga o'ta jiddiy e'tibor berilgan va hammasi hisobga olingan va ularning hammasini o'ta nozik did bilan mohirona tartib intizomda bu ehtiyojlar nima qildi? Qondirilishini kafolatlab qo'ydi. Xuddiki marjonga bitta shodiga terib qo'ygandek go'yoki. Marjonni bilasizlar, masalan, tomoqqa taqiladigan marjon bor-ku. Marjon qachon marjon bo'lib, uni jozibasini odamlarni o'z jozibasini o'ziga jalb qila oladi desa, marjon hammasi bir xil bo'lishligi kerak-da, to'g'rimi? Bittasi katta, bittasi kichik, bittasi 3 burchak, bittasi dumaloq, bittasi 4 burchak narsani teshib turib bo'yningizga taqib oling-da. Jinnipinni emasmisan deydi-da. Lekin marjon shunaqa narsa emas-da. Marjon shunaqa narsaki, hammasi dumaloqlikda bir xil razmerda. Shuning uchun u ko'rganda odam haligini jozibasidan bahramand bo'ladi, maza qilib, tomosha qilib maza qilib, lazzatlanib, ko'z bilan lazzatlantiradigan narsa. Mana bu Allohning hukmlari, mana shu murakkab jarayonni har bittasiga e'tibor berib, uni tartibga solayotganda har birini qirralarigacha, nechta qirrasi bilan hammasini e'tiborga olib va ular tartibga solayotganda hammasi e'tiborga olingan, hisobga olingan, birortasiga kamroq e'tibor berilgan, bittasiga ko'proq e'tibor berilgan, unaqa emas. Marjon kabi bitta shoyga terib qo'ydi, ya'ni hammasiga bir xilda e'tibor berilgan. Shunaqangi darajada qondirishlikni kafolatlab bera olgan. Mana bu narsaning natijasi nimani olib keldi desa, odamlarning qalblarida xotirjamlikni va ular yashab turgan jamiyatda farovonlikni muhayyo qilib berdi. Natijada bu g'ariza va o'zbek tilida beboshligi tufayli insonlarda hayvonlar darajasiga tushib qolishligidan saqlab qola oldi. 1400 yil hukm yuritgan islom nizomining tatbiqi natijasida odamlarda hayotini tarixiy manbalardan o'rgansangiz, bugungi kundagi kofirlar tan olyapti, eng go'zal jamiyat, eng yuksak jamiyat, haqiqiy insoniy yashashni eng go'zal cho'qqisini islom ummati ko'rsatib ber olganligini tarixdan kofirlar ham inkor qila olmayapti. Kapitalizm, mana sotsializm tug'ildi, 70 yil deganda o'ldi. To'g'rimi? Nimaga desa, chunki u inson tabiatiga to'g'ri kelmaganligi uchun. Kapitalizm tug'ilganiga 300 yil bo'ldi. Endi mana 17-18-asrda tug'ilgan. Mana hali 400 yil bo'lgani yo'q, 300 yil bo'ldi yo sal o'tdi. U ham mana hozir o'zingizlar guvoh bo'lib turibsizlar. O'sha o'zini eng qaysi bir cho'qqisiga chiqqan bo'lsa, zulm va sitamlari bilan, aldovlari bilan, yana va hokazo. Endi yo'qlik qariga shunaqangi bir zudlik bilan qurab borayotganligiga biz guvoh bo'ldik. Alhamdulillah, Alloh tezlasin, uning yo'qlik sari qulab borayotganligini Alloh tezlasin. Nega desa, inson tabiatiga zid bo'lgandan keyin insonlar birinchi kuni aldanadi, birinchi yil aldanadi, birinchi 100 yillikda aylanadi, ikkinchi 100 yillikda aldanadi. Lekin bu narsalar borib baribir inson talabiga javob bera olmagandan keyin insonlar o'z-o'zidan bundan yuz o'girishni boshlanadi. Odamlar uning muxolifini, alternativini qidirishni boshlaydi, chunki u talablarga javob bera olmagandan keyin. Shuning uchun juda ko'p islom yurtlarida emas, g'ayrimusulmonlar bo'lgan Yevropa yurtlarida ko'pchilikni islomga kirib kelayotganliklariga bugun juda ko'p guvoh bo'lyapmiz, alhamdulillah. Shuning uchun islom
qonunchiligi mana bu insonlardagi g'ariza ehtiyojlarning nechta ko'rinsa hammasini hisobga olib, nozik bilan mana bunaqangi go'zal surat tartibga solib qo'yishi bilan nima qildi desa, mana shu tartib insonda g'ariza ehtiyojlarini qondirgan har qanday inson qalbida xotirjamlik bo'ladi. Natijada jamiyatda farovonlik bo'ladi. Agar jamiyatimizda farovonlik bo'lsa, o'z-o'zidan siz xotirjam yashaysiz. Huzur, halovatda yashaysiz. Jamiyatda farovonlik bo'lsa, farovonlik nima degani? Jamiyatda insonlarning mollariga, jonlariga, nomuslariga hech qanday tajovuz yo'q bo'lsa, ya'ni ularning mollari, jonlari, ularning nomuslarining himoyasi kafolatlangan bo'lsa, haligi tartib intizom shunaqa kafolatlab qo'yganda, natija nima bo'lsa, jamiyatda molingizga ham tajovuz yo'q, joningizga ham tajovuz yo'q, va nomuslaringizga ham tajovuz yo'q. Hozirchi desa, unaqa narsa yo'q-da. Siz qizingizni maktabga jo'natib qo'yib, xotirjam o'tira olmaysiz-da. O'qituvchisi nima deyapti ekan, ro'moliga osilmayaptimikin, qaysi bir nomahram erkak bir ro'moliga osilib yoki bir gap otib, masnaqangi qilmayaptimikin deb bir xotirjam o'tira olmaysiz. Maktabga jo'natmasangiz yana bo'lmaydi. Nimaga desa, aralash ta'lim erkak ayollarni aralashtirib qo'yishligi oqibatida nima bo'ldi desa, maktabda ham nima bo'lyapti? Shaxsiy erkinlikni berib qo'ygandan keyin homilador bo'ladi. 8-sinfda bo'lasiz homilador. Nimadan bo'lsa mana bu aralash ta'lim shaxsiy erkinligi nafsizga keng yo'l ochib qo'ygan, holbuki bu quturgan tuya kabi edi. Buni bo'sh qo'yib yuborishlik natijasida maktabni bitirmasdan odamlar homilador bo'lyapti. Mana bunaqangi narsa oqibatida nima bo'lyapti? Hayvonlar darajasiga tushib qolyapti. Yana qiz bola, o'g'il bolani bitta partaga o'tkazib qo'yib. Mana bu narsadan siz o'g'lingizdan ham xotirjam emas. Kimga tegajog'lik qilib, qaysi qizni bir sochini tortib qo'yib, menga gap bermasmikin degan o'g'lingiz sho'xligidan sho'x bo'lsa, xotirjam o'tira olmaysiz. Bola o'g'irlash bor ekan, yosh bolalarni o'g'irlayotgan, ehtiyot bo'linglar, bolalaringlarga hushyor bo'linglar degan gaplarni eshitib qolyapsiz, misol uchun. Lekin bu narsa yo'q emas-da, bor-da bu bola o'g'irlashlar. Mana bugun men bitta qaysi kanalda ko'rib qoldim. Bir yahudiy la'nati qaysi davlatda, Yevropa davlatlarining bittasida dedi, qo'lga olinibdi. Yosh bolalarni odam savdosi bilan shug'ullangan, ya'ni yosh bolalar savdosi bilan shug'ullangan, yana gomoseksualist bor-ku, pedofillik ishi bilan shug'ullangan. Mana shu ikkita statiya qo'yilgan. Ham yosh bolalarda o'sha nomusini bulg'ash, bachchavozlik, ham odam o'g'irlab uni savdosi bilan shug'ullanishlik aybi bilan nima qilyapti ekan, jinoiy javobgarlikka tortilayotgan ish ochilgan. Mana bu narsalar sizni qalbingizda xotirjam. Mana jamiyatda na molingizni xavfsizligi ta'minlangan, na joningizni, mulkingizga xavf bor. Shuning uchun ahranalar bilan yuradi. Bankning prezidenti ham ahrana bilan yuradi. Yurt boshchisidan tortib vazirlarigacha, ana bu deputatlarigacha, bankning xo'jayinlarigacha ahranalar bilan yuradi. Nimaga desa, joniga xavf bor. Bank ashuncha narsalardan qo'riqlanadi. Nimaga? Chunki molga xavf bor. Darvozangizga qulf osmasangiz yura olmaysiz. Bunaqa yashashni qiyinlashtirib tashlagan. Oddiy mana Yevropa davlatlarida domga kirsangiz, har bitta podyezdda yashovchi, bitta podyezdda 6 ta xonadon bo'lsa, har bittasini kaliti bor, podyezdda qulfi bor. Hali kalitida bir tirnog'ingizdek bir magnitchasi bor. O'sha kelib turib podyezga tegsa, tik dedi podyez ochiladi. Bu podyezga begona kira olmaydi. Nimaga shu darajada qilib tashlagan? Desa, chunki molingizga xavf bor. Xavfsizlik ta'minlashlik uchun shunaqa narsalar o'ylab topyapti. Aslida bunaqangi mollarga bo'ladigan tajovuzlarni kafolatlab bera olmaganligidan mana bunaqangi yo'llar bilan himoya qilib, sizni qalbingizda ham xotirjamlik yo'q. Jamiyatda farovonlik bo'lmagandan keyin, har qadamda molingizga, joningizga, nomuslaringizga tajovuzlar bo'lib turgandan keyin o'z-o'zidan siz qalbingizda huzur, halovatda yashashlik bo'lmaydi. Tekun-tekun nechta jinoyatlar bo'ladi, masalan, Amerikada. O'sha dunyoga demokratiya, erkinlikni yo'yaman degan o'sha davlatning o'zida bilasizmi, minutiga son sanoqsiz shu darajada ko'p jinoyatlar bo'ladi. Fransiyaning o'zida qancha ayollar nomuslari kuniga bulg'anadi. Nomuslarga hech qanday kafolatlanmagan. Mana bu holat nimani kelib chiqaribdi? Insonlarni hayvonlar darajasiga tushib qolishdan saqlay olmayapti. Faqat islomgina mana shu ishni uddasidan chiqa oldi. Bu narsani biz tarixdan ham bilamiz. Hattoki islomni qabul qilib, Allohning hukmlariga muvofiq yashayotgan bugungi kundagi musulmonlar o'zida his qila oladi. Nomahramga hatto hayolingizda zino qilmaysiz, to'g'rimi? Bir marta ko'z chiqsa, ko'zingizni olib qochasiz. Endi zinoni gapirmay qo'ying. Oddiy bugungi kundagi musulmonman degan odam agar taqvodor bo'lsa, Allohdan qalbidagi haybatlanish, taqvo talabidan kelib chiqib turib, 2 marta ham qaramayapti nomahramga. Islom bugungi kunda ham sizni hayvonlar darajasiga tushib qolishingdan buzuq jamiyat ichida yashaysangiz ham sizni saqlab qola olyapti. Endi agar bir butun jamiyat islomiy bo'ladigan bo'lsa, ana endi o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Islom shunaqangi tartib intizomga solib, insonlarni
jamiyatida farovonligini ham, qalbida xotirjamligini ham muhayyo qilib bera oldi. Agar g'ariza o'zbekistonlarni o'ziga qo'yib qo'ysangizchi, ya'ni nafs o'ziga qo'yib qo'ygan, nafs nimalarni xohlamaydi? Buni Alloh taolo aytayapti. Albatta nafs yomonliklarga buyuruvchidir deyapti. Shubhasiz qabrgacha sizni yomonlikka buyurib turadi. Lekin mana bu g'arizalarning beboshligi tufayli yuqoridagi Allohning nizomidagi tartib-intizom bizni, xosatan musulmonlarni, har qanday inson agar islomni qabul qilib uni chekilsa, uni hayvonlar darajasiga tushib qolishlikdan saqlab qola oladi. Faqat islomdagi tartib-intizomgina shu ishni uddasidan chiqa oladi. Endi mana shu tartib-intizomni deyapti, jamiyatda mustahkamlash maqsadida islom deyapti, insonlar jamoasiga ajralmas qismlarga ega bo'lgan bir butun yaxlit jism degan nuqtai nazarda e'tibor beradi deyapti. Ya'ni bir makanda jamlanib yashagan insonlar jamoasiga haliga qo'yilgan tartib-intizom bor-ku, g'arizadan tartib yasagan qonunchilik. Mana shu tartib-intizomga agar hech kim rioya qilmaydigan bo'lsa, misol bir inson rioya qilmasa, hech kim unga indamasa, nima bo'ladi? Onamga indamayapti, menga ham bo'la olar ekanda, nimaga unga indamaydi? Nimaga unga bo'la oladi, menga bo'lmaydi degan narsa bilan jamiyat buzilib ketadi. Shuning uchun mana bu bir makanda jamlanib yashagan insonlar jamoasiga islom shunaqangi jiddiy e'tibor berganki, nima deb e'tibor beryapti desa, u ajralmas qismlarga ega bo'lgan yaxlit bir butun jism. Ya'ni bu insonlar bir jasad kabi bamisoli degan e'tiborda qaraydi. Endi o'sha bir makon jamlanishga mana shu insonlar jamoasini bamisoli bir jasad deb qarayotgan bo'lsa, undagi har bir shaxsni shu jamoani ajralmas qismlari sifatida qaraydi. Bu degani Shesternyani tishiga o'xshagan sotsialistlar aytgandek, ana bu kommunizm mabdasidagidek qangi Shesternyani tishiga o'xshagan tanaga majburiy yopishib qo'ygan hamma bir xil bo'lishi kerak. Chunki hammasi modda, borliq o'zi moddadan paydo bo'lgan. Demak, inson ham modda, demak hammasi bir xil bo'lishi kerak. Boy, kambag'al degan narsa bo'lmasligi, hammasi bir xil bo'lishi kerak deb velosipeddali charxini tishi bir xil bor-ku. Agar bittasi o'sib qolsa, deb tortolmay qoladi. Siz singari kimdir boyib kelsa, jamiyatingizdan chiqarib yuboradi degan ma'noda Shesternyani tishiga yopishib qo'ygan qism degan ma'noda emas, balki qo'l, misoli qo'l, mana bu jasaddagi tananing bitta a'zosi bor-ku, xuddi shunaqangi misolda qaraydi. Ya'ni qo'l, tananing bitta a'zosi. Ko'z, oyoq, burun, til, miya, to'g'rimi? Jasad nechtadir a'zolardan iborat. Har bir a'zoning o'zining funksiyasi bor, o'zining vazifasi bor. Har bir a'zo o'zining mana shu vazifasini bajaradi. Endi mana shunaqangi qismlardan tarkib topgan deb e'tibor beradi. Shesternyani tish kabi majburiy yashib qolgan degan e'tiborda emas, balki alohida xohish istaklari har xil bo'lgan, kuch va xossalari turlicha bo'lgan qismlardan tarkib topgan yaxlit bitta jism deb qaraydi. Buni o'sha hadisdagi narsani ma'nosida ham tushunsiz bo'ladi. Ya'ni mu'minlar bir jasad kabidirlar deydi-ku. Agar jasadning bir a'zosiga biron zarar yetsa, qolgan a'zolarga xalaqit qiladi. To'g'rimi? Ko'zingizga bir narsa kirib ketsin-da, bitta ko'rmaymi bir narsa kirib ketsa, qo'lingiz, tilingiz, aqlingiz, oyog'ingiz hammasi boshqa a'zolaringiz hammasi shu ko'zga yordamga keladi. Yo oyog'ingizga bir narsa kirib ketsa, yo qo'lingizga biron yara chiqsa, oyog'ingiz doktorga yuradi, borib o'ta tilingiz gapiradi, ko'zingiz mana bu joyim og'riyapti ko'rsatib, boshqa a'zolarimga yordam keladi. Nimaga? Agar boshqa a'zolarimga yordamga kelib uni tuzatmasa, unga yetgan zararni, hali chinchalog'ingizga yetgan zararni chinchalog'dan daf qilishga yordam bermasa, boshqa a'zolarning faoliyatiga xalaqit qiladi. To'g'rimi? Qolgan a'zolarning istimalarni bedorlanadi. Xuddi shuni singari islom ham bir makanda jamlanib yashayotgan insonlar jamoasiga xuddi shunaqa yaxli bitta jism, bamisol bitta jasad deb qaraydi. Undagi har bir shaxs deydi, xuddi jasadning a'zolari kabi ularning qismlari deb qaraydi. Shesternyani tish kabi deb qaramaydi, balki har birining o'zining funksiyasi bor deb qaraydi. Bunday qarashlikdan maqsad nima desa, ular ustidan tatbiq qilinadigan mana bu tartib-intizomni mustahkamlash maqsadida qaraydi. Agar shunday e'tiborda qaraydigan bo'lsa, o'z-o'zidan tartib-intizom mustahkamlashadi. Ya'ni o'sha tartib-intizomga kim rioya qilmaydigan bo'lsa, qolganlar o'z-o'zidan uni to'xtatadi. Bu narsani amr ma'ruf nahiy munkarni farz ekanligida, agar munkarni ko'rsanglar, qo'linglar bilan, bo'lmasa tilinglar bilan o'zgartiringlar degan ma'nodagi hadislar o'sha bir jasad kabi ajralmas yaxlit bitta jism deb qarayotganligidan dalolat. To'g'rimi? Shuning uchun siz qo'shningiz jinoyat qilib qo'ysa, siz ko'z yummaysiz. Bir harom ish qilayotgan bo'lsa, siz sukut qilmaysiz. Nimaga esa u jamiyatga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xuddi
harom ish qilayotgan odam, mana misol jasaddagi bitta a'zoga bir kasallik illatsa, qolgan a'zolarga yordam keladi, yordam kelmasa ularning faoliyatiga xalal qiladi-yu. Xuddi shuni singari agar siz Allohning qonuniga itoat qilmayotgan, haligi tartib nizomga rioya qilmayotgan, buzg'unchilik qilayotgan bo'lsa, siz unga sukut qilishingiz bilan u nima bo'ladi desa, o'sha buzg'unchilik sizni xonadoningizga ham ko'chib o'tadi degan e'tiborda nima bo'ladi desa, har bittasiga ajralmas, jamoadan ajralmas qism deb qaraydi. Natijada haligi tartib nizom o'z-o'zidan mustahkamlanadi. Hech kim u tartib nizomni buzilishligiga yo'l qo'ymaydi. Garchi hokimiyat kuch va saltanat bilan unga jazo bilan tiyib qo'yayotgan bo'lsa ham, lekin o'sha hokimiyatga, qoziga yetib bormasidan o'zi xalqni o'zi to'xtatib qo'yadi. Nima qilyapsan deydi. Ya'ni amr ma'ruf nahiy munkar qilib qo'yishlik bilan siz uni tilingiz bilan kerak o'zi qaytarib qo'yasiz. Agar o'sha qo'l bilan qaytarishga yetib bormayotgan bo'lsa, siz darrov uni nima qilasiz? Tilingiz bilan o'sha yerda tiyib qo'yasiz. O'sha qo'l bilan qaytaradigan narsagacha yetib bormagin deb. Shuning uchun deyapti, islom shaxsga jamoadan ajralgan mustaqil vujud deb emas, balki jamoaning bir bo'lagi sifatida ahamiyat beradi. Har bir shaxsga qaratilgan bunday e'tibor jamoani bir butun saqlab qolishga xizmat qiladi deyapti. Shuning uchun ham har bitta shaxs shu jamoatdan ajralgan alohida qism deb e'tibor qaratmaydi deyapti. Balki shu jamoaning ajralmas qismi. Ya'ni u o'zi xohlaganini qilaversin deb qaramaydi. Kapitalistik mabdadaga o'xshab shaxsiy erkinligi bilganingni qilaver deb qaramaydi. Agar unday deb qaraydigan bo'lsa, jamoadan ajralgan qism deb qaraydigan bo'lsa, bu jamoadan ajralgan deb qarashlik kapitalistik mabdasida bor, shaxsiy erkinligi deydi. To'g'rimi? Natijada nima bo'ladi desa, u bilganini qiladi, zino qiladimi, cho'chqa yeydimi, misol, qimorbozlik qiladimi? Agar boshqasining erkinligiga tajovuz bo'lmasa bo'ldi. Agar boshqalarning erkinligiga tajovuz deb hisoblanadigan narsa bo'layotgan bo'lsa ham, lekin haligi tajovuzga uchrayotgan o'zi shikoyat qilmayotgan bo'lsa, o'zi rozi bo'layotgan bo'lsa, bu yerda hech qanday shikoyat yo'q, jinoyat ham yo'q. Natijada nima bo'ladi desa, zinokorlikka hech kim indamasa, to'g'rimi? Sajruhamda yashaydigan bo'lsa, tungi klub degan narsalar bor mana, to'g'rimi? Natijada nima bo'ladi desa, zinodan tug'ilgan bolalarda chaqinchilik, buzg'unchilik, jamiyatni buzilib ketishligi, boshqalarning manfaatlarini pachag'ini chiqib ketgan jamiyatni buzilib ketishligiga e'tibor qaratmaydi bu kapitalizmda. Islomda unaqa emas. Jamoaning ajralmas qismi, ya'ni sen o'zing bilganingni qilavermaysan degan narsa bor. Bu narsa bizni o'zbeklarda ham urf odatimizga singib ketgan. O'sha sotsializm paytlarida ham mahallalarda islomning ta'siri bor edi. Menga gap bermagin deb. Agar bir qo'shnisining bolasi bir to'polon qilib beboshlik qilgan bo'lsa, hali qo'shnisiga qattiq gapirib, urib so'kib qo'ysa, bir chaqaloq bo'lsa ham, hali bola uyga yig'lab kelsa ham otasi indamas edi, ha desa, yetti mahalla ota-ona degan gap bor. Ertaga sen qilsang, ertaga meni bolam shu senikidan ta'sirlanadi degan narsa bo'lgan edi. Bu jamoatchilik fikri bor edi. Boshqasi buzg'unchilik qilsa, tabiiyki boshqasiga ham ko'chib o'tadi degan narsa bilan to'xtatishar edi. Hozirchi demokratiyaning ta'siri shu yerda urib ketganki, agar siz bolangizga bitta xo'mroqqa qarab qo'yamsa, nimaga sen meni bolamga bunaqa qarayapsan deb turib, demokratiyaning ta'sirida ishing bo'lmasa meni bolam bilan, men o'zim javob beraman o'zim bolamga deydigan bo'lib ketib qoldik bugungi kunda. Ya'ni shaxs jamoadan ajralgan qism deb qaraydigan bo'lib ketib qoldik. Kapitalizm mabdani ta'siri mana shu. Oqibatda nima bo'lyapti desa, bolangiz ko'chada nazoratsiz tashlab qo'yiladi. Siz uyda o'zi siz oldida sipo bo'lib o'tirgan bo'lsangiz, lekin ko'chada kim gap otyapti, uni fikrlari buzilyapti, tushunchalari buzilib ketyapti, o'rtoqlariga o'xshab telefon ishlashga kelyapti, porno ko'rgisi kelyapti, qizlar bilan kechalar uchrashishni xohlab qolyapti. Siz ko'chada ularni nazorat qila olmaysiz. To'g'rimi? Mana bu erkinlikni berib qo'ygan, jamoadan ajralgan degan narsada qarashlik oqibatida kelib chiqyapti. Natijada jamiyat butun buzilib ketyapti. Shuning uchun jamiyatda na farovonlik bor, na qalbida xotirjamlik bor. Islomda-chi desa, har bitta shaxsga qarab e'tibor qaratayotganda, bu har bir shaxs o'sha jamoaning ajralmas qismi. Ya'ni u bilganini qilaverish kerak degan narsa yo'q. Agar u bitta xato qilsa, butun boshqa mana bu jamoaga zarar yetkazadi degan e'tiborda qaraydi. Har bir shaxsga mana shunday qarashlik bilan bir butun jamiyatda jamoani, insonlar jamoasini hayvonlar darajasiga tushib qolishligidan saqlab qolyapti. Bir butun jamoani saqlab qolishga xizmat qilyapti. Shaxslarga mana shunday qarashlik. Shu bilan birga har bitta shaxsga shu jamoaning ajralmas qismi deb e'tibor qaratishlik bilan, ya'ni bilganingni qilaver, o'zingni bil, o'zgani qo'y, ochqoning tinch qulog'in deyilmaydi bizda. Natijada jamoa saqlanib qolyapti. Jamoani jamiyatni buzilib ketishligidan saqlanib qolyapti. Bu har bir shaxsga shunday e'tiborda qarashlik oqibatda shunday bo'ladi. Ana endi islom jamoaga ham alohida e'tibor qaratadi. Demak, qarangda bir makona jamlanib yashayotgan insonlar jamoasiga islom butun boshlik jamoatga ham va undagi har bitta shaxsga ham alohida nuqtai nazarda e'tibor beradi. Islom nizomini e'tibori shaxslarga e'tibor berib, jamiyat ikkinchi o'ringa tushib qolmaydi, jamiyatga e'tibor berib, shaxslar ikkinchi o'ringa tushib qolmaydi. Ikkalasiga ham jiddiy e'tibor qaratadi.
Natijada shaxslarga jiddiy e'tibor qarashlik bilan jamoa, jamiyatda tanazzulga yuz tutishligi saqlanib qoladi. Jamiyatga yaxlit jism deb qarashlik bilan undagi har bitta shaxslar insoniylikdan chiqib ketib qolishligidan, ya'ni insonni hayvoniy darajaga tushib qolishidan saqlab qoladi. Har ikkalasiga jiddiy e'tibor qaradi. Lekin yuqoridagi mabdalarda shu narsa yo'q-da. Masalan, mayda aytayaptiki, mana qarang, har bir shaxsga mana bir vaqtning o'zida islom jamoaga ham jiddiy e'tibor beradi deyapti. Lekin jamoani hech qanday bo'laklarga ega bo'lmagan yaxlit deb emas, ya'ni sotsialistlar aytgandek, balki shaxslardan iborat bo'lgan qismlardan tarkib topgan vujud deb hisoblaydi. Bu esa bir butun vujudni qismlari sifatida har bir shaxsni saqlab qolishiga sabab bo'ladi. Nimadan saqlab qolishligiga esa, mana bu dunyoda tubanlikdan, hayvoniy darajaga tushib qolishlikdan, oxirida jahannamga yutib ketishlikdan saqlab qoladi. Lekin yuqoridagi mabdalarda aynan o'sha narsa yo'q. Masalan, sotsializmda jamiyatga butun e'tibor jamiyatga qaratadi. Jamiyat birinchi o'rinda, shaxslar ikkinchi o'rinda. Ya'ni shaxs jamiyatdan boshqalardan ko'ra alohida biznesi bilan boyib ketaman desa, boshingizga bitta uradi. Yo'q deydi. Bizda hamma teng bo'lish kerak deydi. Jamiyatda hamma bir xil deydi. Chunki deydi, bu insonlar jamoasi, bular modda, koinotdan, inson hayotdan modda. Bularning paydo bo'lishi moddiy rivojlanishi bilan mana shu holatga kelganmi? Bularning hammasi moddami, demak hamma bir xil bo'lishi kerak. Hayvon ham, inson ham, eshak ham hammasi bir xil modda deydi. Chunki bularning hammasi bitta jism deb qaraydi. Demak, hamma bir xil bo'lishi kerak deydi. Eshak ham, inson ham bir xil deydi. Eshak ham ishlaydi, inson ham eshakda ishlash kerak. Homilador ayollar ham chiqish kerak, paxtada dala chopish kerak. Bilasizmi? Agar 1,5 yashar, 2 yasharlik, 3 yasharlik bolalari bo'lsa nima qiladi desa, mana 5 ta 10 ta ayol kishini deydi, yig'ib olib kelib bitta zarga qurib beringlar, nechidir sota yerga deydi, bahsa deb o'sha qurib qo'yinglar deydi. Haliga 100 ta 200 ta 1,5 yashar, 2-3 yasharlik onalarda 100 ta 200 ta chaqaloqni bolalarni bahsaga olib kelib qo'yinglar, unga bir 5 ta 10 tadan band qilib qo'yinglarda, shu 100 ta 200 ta chaqaloqni onasi deydi, dalaga chiqsin deydi. Paxtada deydi, dala chopsin deydi. Chunki tabiat bilan aloqa qilsin deydi. Chunki jamiyat birinchi o'rinda turadi. Yo'la jamiyat deganda inson, yer, ya'ni tabiat va o'rtasidagi aloqa. Mana shu aloqa, mana shu bir butun jamiyat deb hisoblaydi. Shuning uchun inson jamiyat rivojlanishligi uchun inson tabiat bilan, yer bilan aloqa qilish kerak. Majbur aloqa qilishga. Chunki koinot insoniyat moddaga qo'shilish natijasida mana shu borliq paydo bo'lganmi? Demak, bizning jamiyatimiz rivojlanib o'sishligi uchun albatta inson yer bilan, tabiat bilan aloqa qilishga majbur. Erkakmi, ayolmi, eshakmi bir xil bo'lishi kerak deb turib, jamiyatni birinchi o'ringa qo'yadi. Shuning uchun sizda boy bo'lib ketishligingiz mumkin emas. Mana bu jihatdan baqo g'arizasiga xususiy mulkka ega qilish maylini jilolab qo'ygan. Bilasizmi? Bu sotsializmda shunaqa. Lekin kapitalizmda-chi desa, jamiyat umuman e'tiborga olinmaydi. Bir makanda jamlanishgan insonlar jamoasini bir jasad deb qaramaydi. Bu ikkinchi darajali masala. Butun e'tibor shaxsga qaratiladi. Ya'ni chunki jamiyat shaxslardan tarkib topadi. To'g'ri, shaxslardan tarkib topadi, lekin faqat shaxslarda o'zidan emas, ulardagi fikrlar bor, ularning tuyg'ulari bor. Lekin fikrlari, tuyg'ulari hisobga olinmaydi. Balki butun e'tibor shaxsga o'ziga qaratiladi. Ya'ni shaxsiy erkinligi kafolatlanishi kerak, tamom. Shuning uchun mana bunday tushuncha bilan yashayotgan odam och qornim tinch qulog'im, echkini ham o'zini oyog'idan osadi, o'zing uchun o'li yetim degan gaplar, mana shu tushunchalar odamlar tuyg'usini mana shu tushunchalar bilan jilolab qo'ydi. Natijada qo'shnisi och bo'lsa ham uni qizig'i yo'q. Islom mana shunday e'tibor bermadi, deyapti. Shaxsga ham, jamoaga ham bir xil e'tibor qaratadi, deyapti. Lekin kapitalizmda esa butun boshli e'tibori shaxsga qaratadi, jamiyat ikkinchi o'rinda. Zino qilyapti-kam, sajruha bo'layotgan, u xohlabdi deydi. Bu erkinlik deydi. Ya'ni xalqning xohish istaklari ro'yobga chiqish kerak deydi. Bilasizmi? Shuning uchun zinoni xohlayotgan bo'lsa qilaversin deydi. Bo'lmishlikni xohlaganida qilaversin deydi. Bo'lmish bo'lib o'lishni xohlagan bo'lsa, bu zinoni aroqga bo'kib o'lishni xohlagan bo'lsa, o'laversin deydi. Chunki Karimga o'xshab uni orqasidan borgan Usmon Aliyev o'shada usti orqasidan o'lib borib, xohlagandek o'lib ketavermaydimi deydi. Zino qilayotgan bo'lsa ham zinoni orqasidan bilasizmi nimalar kelib chiqadi? Zinokorlikning orqasidan insonlarning toza qoni, nasli buziladi. Buzg'unchi insonlar dunyoga keladi. Hadisda ham keladi, bilasizlar. Chaqimchilik balad zinoning sifatlaridan bittasi. Balad zinodan kamdan kam yaxshi odam chiqadi. Mana bu zinodan valad zino odamlar tug'ilib, natijada yolg'onchi, qo'rqoq, xoinlar, chaqimchilar paydo bo'ladi. Yo'inki shaxsga erkinlik berib qo'yishlik bilan navg'alati xohlagandek qondirishlik bilan erkak ayol bo'lib ketishligi bilan
jamiyatda insonlarni navi qirilib ketyapti. Ya'ni insonlarning kamayib boryapti. Yevropada demografik muammoga botib qolgan. Faqat Angliyada demografik muammoda o'sish bor. U ham Angliyaga borib, keyinchalik fuqarosini olib yashab qolgan musulmonlarning sonining ko'payishligini hisobiga Angliyada demografik masalada o'sish bor. Lekin Polsha, Italiya, misol uchun Fransiya, Germaniya mana bu davlatlarning demografik muammosini o'yin oldingi bilan bugungi mana 15-yilgi bilan 25-yilgi demografik statistikani solishtiringda, jadvalda shunday ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, odamlar soni o'sish emas, kamayib ketayotganligini ko'rasiz. Chunki parlamentlarda ham qadagi qari narkoman, qari eshaklar o'tiradi. Prezidentlarga qarasangiz, bari bir oyog'i go'rda bo'lgan, mana bittasi Bayden, bittasi Trump, mana normalniy kadrlar yo'q. Nimaga desa, chunki butun e'tibori shaxsga qaragan, shaxs xohish istaklari nimani xohlasa shuni qilish kerak. U erkin, shaxs erkin yashash kerak deb turib, u erkinlikdan foydalanib, fohisha bo'ladimi, gomoseksualist bo'ladimi, lesbiyanka bo'ladimi, uni qizig'i yo'q. Natijada insonlar qirilib ketishligi oqibatida u jamiyatga zarar yetkazyapti. Islomda xuddi shunday qaramaydi. Jamoaga ham yaxlitda jism deb qaraydi, uning a'zolariga ham bu o'sha jamoaning ajralmas qismi deb qaraydi. Natijada nima bo'ladi desa, har bittasiga jiddiy e'tibor berishligi bilan o'z-o'zidan butun boshli jamiyat va undagi har bitta shaxs hayvonlar darajasiga tushib qolishdan saqlanib qolyapti. Mana bu tartib intizom, islom nizomidagi tartib intizom. Xuddi shunday e'tibor. Shuning uchun shar'iy hukmlarga e'tibor beradigan bo'lsangiz, xuddi mana shu narsalar o'z ifodasini topayotganini ko'rasiz. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, agar bir qishloqda bir inson och qolib ketayotgan bo'lsa deydi, shu qishloqdagilarda hammasi javob beradi qiyomat kunida. Hammasi gunohda deyapti. To'g'rimi? Yoki mu'minlar bir jasad kabidirlar deyapti. Yoki qo'shnisi och bo'lib turib, o'zi to'q holda tayoq turgan, u bizdan emas deyapti. Ya'ni qo'shnining holidan xabar olgin deyapti. Bitta mahallada bir inson och qolib ketayotgan bo'lsa, shu mahalla, shu qishloq hammasi gunohkor bo'ladi deyapti. Mana bu hadislar, mana bu shar'iy hukmlar har bir shaxsni e'tibordan chetda qoldirmayapti. Zato bizda islom tatbiq qilinyapti, bizda islomiy jamiyat deb turib, och qolib ketayotgan, nahor qolib ketayotgan, yupun qolib ketayotgan, uysiz qolib ketayotgan odamlar e'tibordan chetda qolib ketishligi mumkin emas. Kambag'al qashshoq bo'lib, bitonga zor bo'lib, ochidan o'lib qolishligi mumkin emas. Siz qattiq gunoh qilasiz. Siz hajga borib kelayotgan bo'lsangiz, siz mana bu qo'shningizni och bo'lib turib, o'shani hisobiga siz hajga borib kelayotgan bo'lsangiz, to'g'ri, xolis bo'lganlar uchun hajni qabul qilish mumkin, lekin qo'shningizni siz boy bo'lib turib och qolib ketayotganligidan siz qattiq gunohkor bo'lasiz. Nimaga holindan xabar olmadingiz? Mana bu islomdagi mana bu shar'iy hukmlar har bitta shaxs e'tibordan chetda qolib ketmayotganligi va mu'minlar bir jasad kabidirlar degan hadislar bilan bir butun insonlar jamoasiga jiddiy e'tibor qaratishlik bilan ham jamoa sifatida jamiyat tanazzulga yuz tutmaydi va undagi har bitta shaxs hayvoniy darajaga tushib, oxiratda jahannamga o'tin bo'lib ketib qolishligidan himoya qiladigan, kafolatlashlikka xizmat qilayotganligini ko'rasiz. Bundan tashqari Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan xuddi yuqoridagi har bir shaxsga va har bir jamoaga jiddiy e'tibor qaratilganligiga mana bu hadisdan ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptiki, Allohning qonunlariga rioya qiladigan inson bilan ularga amal qilmaydigan kishining kemada hamroh bo'lgan bir guruh odamlarga o'xshaydi deyapti. Tasavvur qiling, mana shu yer yuzi bitta kema deb oling. Unda Alloh qonuniga rioya qilayotgan odamlar bor. Allohning qonunlariga, hali yuqoridagi tartib nizomga rioya qilayotganlar bor, qat'iy. Ba'zilar rioya qilmayapti. Shunlarda shu tartib nizomga itoat qilmayapti. Allohning hukmlariga itoat qilmayapti. Shunda nima bo'ladi desa, kemada ketayotgan bir guruh odamlarga o'xshaydi deyapti. Tasavvur qiling, kemada bir guruh odam ketyapti. Ya'ni hadis davomida Rasululloh aytayaptiki, ba'zilari deyapti, ba'zilari kemaning yuqori qismidan, ba'zilari esa quyi qismidan joy oldilar. Kemaning quyidan joy olganlar suv ichmoqchi bo'lsalar, yuqoridagilarni bosib o'tar edilar. Shunda ular yuqoridagilarni bezovta qilmay shu yerdan teshib ola qolsak-chi deb oldilar. Kemadagi hamrohlar ularni o'z holiga qo'ysalar, barcha halok bo'ladi. Agar ularni qo'lidan tutib, to'xtatib qo'ya olsalar, o'zlari ham, kemadagi hamrohlarning barchasi ham najot topadi, deyapti. Mana shu yerdan o'z-o'zidan har bir shaxsga va har jamoaga va uning har bitta a'zosiga, ikkalasiga jiddiy e'tibor berayotganligini ko'rsatib bo'ladi. Mana shu hadisda ham o'z ifodasini topyapti. Bugungi kunda yer yuzi bamisol bitta kema deb olingda, unda Alloh qonuniga itoat qilayotgan odamlar, Allohning qonuniga itoat qilmayotgan odamlarga indamasa, ya'ni kemani teshsa-da, tepaga chiqib tepadagilar bezovta qilib o'tirmaylar, shu kema tagidan bitta bir barmoqda bitta joy teshib olaylik-da. Masalan, suv ichib o'tirib tepadagi bezovta qilmay qo'yamiz desa,
umuman kema manzilga sog' salomat yetib borib olishligi ularning najot topishi bo'ladi. Dengizda cho'kib ketishiga najot topyapti, to'g'rimi? Halokatdan. Endi ana o'sha kemada sog' salomat qirg'oqqa manzilga yetib olishligi uchun kemada tartib qonun qoidalar joriy qilinadi. Ya'ni kemani halokatga uchrashishiga sabab bo'ladigan ish, amallar, jinoyat taqiqlangan. Kemani sog' salomat manzilga yetib borishga xizmat qiladigan har qanday amallar u yerda nima bo'ladi? Mumkin. Unga teskari bo'lgan amallar man qilinadi. Shulardan bittasi kemani tesh. Kemani teshlik mumkin emas. Nimaga? U kema sog' salomat manzilga yetib borishdan to'sadi. Kema halok bo'ladi. Shuning uchun buni jinoyat hisoblaydi. Endi mana shu qilayotgan jinoyati uchun tepadagi qismdagilar o'zlari javob beradi. Men o'lsam shahid bo'lib keta olaman desa, musulmon bo'lsa ham. Bo'li suvda cho'kib o'lgan shahid bo'lsa, shahid odamni qiyomatda qarzi so'ralar, boshqa narsa so'ralmaydi. Lekin suvda shahid bo'lganda qarzi ham so'ralmas ekan. Men beraman degan Alloh taolo. Men qarzim ham so'ralmaydi, suvda shahid bo'lib keta olaman desa, nima bo'ladi u? Haligi jinoyatidan to'smaydigan bo'lsa, qolgan hamma insonlarning o'limiga u sababchi bo'lib, unga sukut qilayotgan odam ham gunohkor bo'ladi. Islom shunday deb qaraydi. Agar yuqori qismidagilar yoki o'sha quyi qismda o'tirganlarni atrofidagi, yonidagi hamrohlari to'xta nima qilaysan, to'xtatmasa nima bo'ladi? Teshayotganda o'zi ham halok bo'ladi, hamrohlar hammasi halok bo'ladi. Natijada najot yo'q. To'g'rimi? Balqiy bo'ladi. Endi agar maqsad, hammani maqsadi sog' salomat manzilga cho'kib ketmasdan yetib borib najot topishlikni maqsad qilishgan bo'lsa, haligi jinoyatdan qolganlar ham sheriklar uni to'xtatish kerak bo'ladi. Agar to'xtatib qo'ya olsa, hammasi najot topadi. O'zlari ham, sheriklari hamma najot topadi. Echkini ham o'zidan oyog'idan osadi deb tashlab qo'ysa, hammasi halok bo'ladi. Lekin hech kimga bu narsa kerak emas. Mana bu yer yuzidagi insonlar xuddi kemada ketayotgan shu hamrohga o'xshaydi deyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushuntirib beryapti. Demak, yer yuzini bamisoli kema desangiz, bu kemada biz jannat sari yo'lga chiqqanmiz, to'g'rimi? Alloh taolo nima dedi? Men sizlarni, ya'ni odamlarni ham, jinlarni ham, insonlarni ham faqat o'zimga ibodat qilishlar uchungina yaratdim deyapti. Yoki Alloh taolo astag'firullah, "Fadkhuli fi ibadi va dkhuli janna." Nima deyapti Alloh taolo? Bandalarimiz safiga o'tgin, ibodat qilib jannatimga kirgin deyapti. Yana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan bir hadis keladi. Butun dunyo sizlar uchun, sizlar esa oxirat uchun yaraldingiz deyapti. Mana bu hozir men o'zim mana bu muallifning o'zi keltirgan hadis, qonuni, kema haqidagi hadis, yoki mana bu men aytayotgan hadis, oyatlari, mana bu ma'nodagi oyat, hadislar, mana bu shar'iy hukmlar jamoaga ham va uning har bitta a'zosiga alohida jiddiy e'tibor berganligini ko'rasiz. Natijada ham shaxs va shu shaxslarni tarkib etgan bir butun jamoani o'zi hayvonlar darajasiga tushib qolishligidan jamiyatning tanazzulga ustidan saqlab qolishlikka xizmat qilayotganligini ko'rasiz. Shuning uchun mana bu dunyo hayoti yer shari bamisoli kema-yu, unda Allohning qonunlariga itoat qilayotganlar va itoat qilmayotganlar bor. Bugungi kunda biz Alloh qonunlariga itoat qilayotganligini da'vo qilayotgan musulmonlar, Allohning qonuniga itoat qilmayotgan musulmonlarni yoki Allohning qonunlariga qarshi kurashib, kemani teshmoqchi bo'layotgani kabi boshqa qonunlarni olib kelib kelayotgan, islomga qarshi kurashayotgan kofirlarni Allohning qonunlari bilan jilolab, jinoyatlardan yer sharida ular to'xtatib qo'ymasak, to'xtatib qo'yadigan xalifali davlat orqali ularni bu jinoyatlarni to'xtatib qo'ymaydigan bo'lsak, ularga qo'shilib biz ham halok bo'lamiz. To'g'rimi? Chunki Rasululloh nima deyapti? Jonim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, albatta ta'kidlab aytyapti, sizlar ma'rifga buyurasizlar va albatta munkardan qaytarasizlar. Yoki Alloh o'zining huzuridan bir balo yuboradi, so'ng duo qilasizlar, Alloh duolaringizni ijobat qilmaydi deb. Yana Alloh taolo Qur'onda shunaqangi ma'noda oyatida aytadiki, sizlar zolimlargagina yetadigan emas, balki barchaga barobar yetadigan balodan saqlaninglar, ehtiyot bo'linglar deyapti. Agar biz bugungi kundagi zolimlarni, tog'utlarni yoki musulmonman deb Allohning qonunlariga itoat qilmayotganlarni yoki Allohning hukmlariga qarshi chiqayotgan mustamlakachi kofirlarni Allohning so'zini oliy qilishdan to'sib, unga qarshi kurashayotganlarni tiyib qo'ymaydigan bo'lsak, al-keman teshayotgan misoli to'xtatib qo'ymaydigan bo'lsak, Alloh taolo bu zolimlarni qo'ldan tutmaydigan bo'lsak, ularga emas, hammamizga balo keladi. Buni Alloh taolo aytayapti. Shuning uchun biz musulmon sifatida Allohning hukmlariga, qonuniga itoat qiluvchi musulmonlar, taslim bo'luvchilar sifatida ana bu jinoyatchilarni ham jinoyatidan to'xtashlik uchun bekorga harakat qilayotganimiz yo'q. Shuning uchun ham agar biz bamisoli kemani misoliga yerni qo'yadigan bo'lsak, biz sog' salomat jannat, oxirgi manzil jannatni qasd qilib yo'lga chiqqan bo'lsak, biz jannatga sog' salomat, jahannamdan najot topib jannatga kiradigan xohlasak, biz Allohning mana bu g'arizaviy istoatlarni tartibga solib bergan Alloh o'z nizomidagi, islom nizomidagi tartib nizomni hayotda qoyim qilishimiz kerak bo'ladi. Shundagina bu insonlar ham va bu insonlardan tashkil topgan mana bu jamoa, ya'ni insonlar jamoasi
najot topadi. Natijada jamiyatda farovonlik bo'ladi, molingizga ham, joningizga ham hech qanday xavf-xatar bo'lmasdan xotirjam, huzur, halovatda hayot kechiramiz. Endi mana bu hadis, mana bu oyatlarning ma'nolaridan agar inson bir makanda jamlanib yashayotgan insonlar jamoasiga qaraydigan bo'lsak, o'z-o'zidan mana shu jamoa va shaxsga mana bunday e'tiborda qarashlik, o'ziga xos nima beradi? Tushunchani paydo qiladi. Ya'ni mana bu shaxs va jamoaga mana bunday qarashlikni ortidan o'z-o'zidan jamiyat haqidagi islomda qarashi kelib chiqadi. Chunki mana shunday qarashlik bilan jamiyat haqidagi islomning qarashi o'z aksini topadi. Shuning uchun ham mana shu shaxsga mana bunday e'tiborda qarash va uning a'zolariga mana shunday e'tiborda qarashlik yuqoridagi o'sha tartib islomdagi aytilgan. O'z-o'zidan bir makanda jamlanib yashagan insonlar jamoasiga, ya'ni jamiyat haqidagi o'zi xos tushunchani beradi. Shuning uchun bu uchala mabdada o'sha jamiyatga o'ziga xos qarashi bor, shaxs va jamoalarga qarashi bor. Bundan kelib chiqib turib, jamiyat bergan o'zlarini nuqtai nazari, ta'rifi bor. Kapitalizmda ham, sotsializmda ham, islomda ham o'ziga xos jamiyat haqidagi tushunchalari bor. Inshaalloh biz mana keyingi mavzularimizda, inshaalloh keyingi darsligimizda aynan islomning shaxs va jamoaga mana bunday qarashi ortidan bir makanda jamlanib yashagan insonlar jamoasi haqidagi, ya'ni jamiyat haqidagi o'ziga xos qarashini inshaalloh keyingi darslikda biz ko'rib chiqamiz. Shuning uchun keyingi mavzuda biz o'sha jamiyat haqidagi islomda tushunchalar bilan ham inshaalloh tanishib chiqamiz. Shuning uchun ham keyingi mavzu o'sha jamiyat haqida bo'ladi. Undan tashqari keyingi mavzularda aynan mana shu insonlar jamoasini ham, undagi har bir shaxsni ham hayvonlar darajaga tushib qolishidan saqlab qoladigan mana bu tartib intizomlarni mustahkamlash maqsadidagi qattiq jazo choralari ham tayin qilinganligini inshaalloh ko'rib chiqamiz. Bugungi darsimiz birodarlar mana shulardan iborat. Agar mabodo mavzularga aloqador bir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, inshaalloh buni alohida suhbat uyushtirib, alohida ko'rib chiqamiz. Bugun faqat dars kuni bo'lganligi uchun agar savol javobga kelsak juda ham ko'p vaqtlar ketib qoladi. Hammani ham vaqti bemalol emas. Alloh taolo o'zi bugungi bo'lib o'tgan mana bu suhbatlardan, eshitganlarimizdan, gapirganlarimizdan foydali ilm hosil qilsin va qalblarimizga foydali ilm qilib joylasin va biz uchun dunyoda ham oxiratda ham bizning manfaatimiz uchun xizmat qiladigan, bizning foydamizga hujjat bo'ladigan ilm qilsin. Foydasiz behuda ilm bo'lib qolishligidan Alloh taolo o'zi saqlasin, Parvardigor olam. Alloh taolo bu dunyo hayotidagi yaxshilik eshiklarini bizning qo'llarimiz, tillarimiz bilan ochsin, Parvardigorim. Bizimizdagi tatbiq qilinayotgan mana bu buzuq tartib intizomlarda, buzuq mabdalarda Alloh taolo hokimlari bilan qo'shib ustimizdan ko'tarsin. Ularni qurib olgan bu harom saltanatlarini tez kunlarda vayron qilsin. Ularning vayronlari uzra bizlarga o'zining ilohiy nizomidagi tartib intizomlarini tatbiq qilib, u zotning roziligiga yetaklaydigan adolatli hokim xalifani ustimizdan hukmron qilsin va bizlarni ushbu davlatning sodiq askarlaridan bo'lib dinga xizmat qilib yashab o'tishligimizni barchalarimizga nasib qilsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.